Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun insonlarning ehtiyoji va insonlarni harakatlantiradigan kuch degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi insonlarningki ehtiyoji va uningdan paydo bo'lgan insonlarni harakatlantiradigan kuch to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatı bolsun. İnsanların ehtiyacı degəndə oldu bilən aqlimizga Amerikalik psixolog İbrahim Harold Maslow'ningki ihtiyoc qatlamlari qonuni keladigan bo'lib, u hozirga qadar insonlarning ehtiyojini eng yaxshi tasvirlab bergan bir nazariyadir. Maslow'ning ihtiyoc qatlamlari qonunida insonlarning ehtiyojini 3 cho'ng turga va 5 qatlamga ayirgan bo'lib, ularni nihoyat yaxshi tushuntirib bergan. Birinchi, asosiy ehtiyoj. Buning da fiziologik ehtiyoj bilan bexatarlik ehtiyojdan iborat ikki qatlamni o'z ichiga olgan. İkinci, psixologik ehtiyoj. Buning da insonlarning muhabbat va tavallik ehtiyoji bilan hurmat ehtiyojidan iborat ikki qatlamni o'z ichiga olgan. Uchinchisi, o'zini amalga oshirish ehtiyoji bo'lib, bu insonlarning ehtiyojiniki 5-chi qatlami hisoblanadi. Undaqda insonlarning asosiy ehtiyoji, ya'ni moddiy ehtiyoji nimalarni o'z ichiga oladi degan vaqtimizda insonlarning asosiy ehtiyoji fiziologik ehtiyoj bilan bexatarlik ehtiyojidan iborat ikki qatlamni o'z ichiga oladigan bo'lib, ular butkul insonlarning kam bo'lsa bo'lmaydigan eng ibtidoiy, eng aqalli va eng tuvan darajalik ehtiyojidir. Birinchi, insonlarning fiziologik ehtiyoji insonlarning havoga, issiqlikqa, kiyim-kechakka, tozlikqa, quyosh nuriga, suvga, yemaklikka, cho'ng-kichik tarat qilishqa, uxlashqa, turalg'u joyga bo'lgan ehtiyojni o'z ichiga oladigan bo'lib, inson yashash uchun oldi bilan bu ehtiyojlarni qondirishi kerak. İkinci, insonlarning bexatarlik ehtiyoji insonlarning kasal va ziyon zahmatdan saqlanish, ruhiy va jismoniy jihatdagi bexatarlik, ya'ni boshqalar tarafidan tajovuzga uchirmaslik va iqtisodiy bexatarlik ehtiyojlarini o'z ichiga oladigan bo'lib, insonlar birinchi qatlamdagi ehtiyojni qondirgandan keyin bu ehtiyojni qondirish uchun tirishadi. Undaqda bu insonlarning ikkinchi turdagi ehtiyoji, ya'ni insonlarning psixologik ehtiyoji yoki ruhiy ehtiyoji konkret qaysi ehtiyojlarni o'z ichiga oladi degan vaqtida insonlarning psixologik ehtiyoji muhabbat, tavallik ehtiyoji va hurmat ehtiyojidan iborat ikki qatlam ehtiyojni o'z ichiga oladigan bo'lib, ular insonlarning bir qadar yuqori darajalik ehtiyoji hisoblanadi. İnsanlar oldingi ikki qatlamliq asosiy ehtiyojni qondirgandan keyin ondan bu ehtiyojni qondirish uchun tirishadi. İkinci turdagi ehtiyojning, ya'ni 3-chi qatlamdagi ehtiyoj insonlarning muhabbat va tavallik ehtiyoji bo'lib, u insonlarning sevgi muhabbat, oila qurish, tavallik, do'stlik, sirdishish, ishonch va qabul qilinish qatorliq ehtiyojlarni o'z ichiga oladi. İnsonlar oldingi ikki qatlamdagi ehtiyojni qondirgandan keyin bu ehtiyojni qondirish uchun tirishadi. 4-chi qatlamdagi ehtiyoj bo'lsa,
hürmet ihtiyacı bulup, bu insanların nispeten yuqori dereceli psixikalik ihtiyacı hesaplandı. U başkalar tarafından hürmet qilinish, tonuluş ve itiraf qilinish ihtiyaçlarını öz içine aldı. İnsanlar oldingi 3 qatlamlıq ihtiyacını qandırgandan keyin texmi ilgirlagan holda bu ihtiyacını qandırış üçün tirişidi. İnsanlarning o'zini amalga oshirish ehtiyoji. İnsanlarning o'zini amalga oshirish ehtiyoji insonlarning 5-qatlamdagi yoki insonlarning eng yuqori darajalik ehtiyoji bo'lib, u insonlarning o'z qimmatini eng yuqori darajada yaratadigan eng oxirgi nishoni yoki g'oyasi hisoblanadi. İnsanlarning 5-qatlamdagi bu ehtiyoji insonlarning ijodkorligini, o'z qobiliyatini eng yuqori darajada namoyon qilishni va o'zini boshqalarga, hatto dunyoga tonutish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. İnsanlarning 5-qatlamdagi bu ehtiyojning konkret cheki bo'lmaydi. U o'xshamagan insonlarda, o'xshamagan davr va o'xshamagan sharoitda farqli bo'ladi. İnsanlarning o'zini amalga oshirish ehtiyoji zamonning va sharoitning o'zgarishiga ergashib o'zgarib turdi. İnsanlarning harakatga kelishida insonlarning ehtiyoji bek muhim rol o'ynaydi. İnsanlarning asosiy ehtiyoji insonlarning hayot yashashi uchun tirishchilik ko'rsatishning harakatlantirgich kuchi bo'lsa, insonlarning psixologiyalik ehtiyoji ularning texmi tirishib, hayotining sifatini yuqori ko'tarishning harakatlantirgich kuchi hisoblanadi. İnsonlarning oldingi 4 qatlamliq ehtiyoji qongan siri u paydo qilgan harakatlantirgich kuch tövellab mangadi. Ammo insonlarning 5-qatlamliq o'zini amalga oshirish ehtiyoji qongan siri u paydo qilgan harakatlantirgich kuch tadrijiy ish boradi. Ya'ni uning cheki bo'lmaydi. İnsonlarni oldingi 4 qatlamliq ehtiyojdan mahrum qilish orqali, ya'ni ularning boyligini, moddiy boyliqlarini tortib olish, erkinligini cheklash degandagidek la orqali ularni texmi harakatga keltirgili yoki insonlarning harakatlantirgich kuchini texmi yuqori ko'targili bo'ladi. Ammo insonlarni 5-qatlamliq ehtiyojidan mahrum qilish orqali ularni harakatga keltirgili bo'lmaydi. Masalan, insonlarni kambag'al qilish orqali ularni texmi ishchan qilgili bo'ladi. Ammo insonlarning o'zini amalga oshirish istikini yo'q, o'zini amalga oshirish istiki yo'q qilingan vaqtida ularni harakatga keltirgili yoki qo'zg'atgili bo'lmaydi. İnsonlarning ehtiyoji insonlarni harakatga keltiradigan asosli omil bo'lib, u ba'zida biliq tutishda qo'llangan yemga o'xshaydi. Shu sababdan insonlar ba'zida o'z ehtiyoji uchun to'g'ri yo'lda minib, buyuk ishlarni qilishi mumkin. Ba'zida dal shu ehtiyoji uchun oson yo'lni, xato yo'lni tanlab, boshqalarga ziyon selishi mumkin. Hatto vosita tanlamasligi insonlarga baloya ofatlarni ilib kelishi mumkin. Yana ba'zida shu ehtiyojni qondirish uchun boshqalarning chiroyli so'zlariga ishinib, boshqalar tarafidan oldinilishi va qo'llanilishi mumkin. İnsonlarning o'zi yashayotgan jamiyatni yaxshilashga tirishchilik ko'rsatishi bir tarafdan insonlarning bexatarlik ehtiyoji sababidan bo'lsa, yana bir tarafdan insonlarning hurmat va itiraf qilinish ehtiyojidandir. İnsonlarning hurmat ehtiyoji va o'zini amalga oshirish ehtiyoji ularning o'z xalqi,
o'z millati va o'z vatani uchun xizmat qilishidagi muhim harakatlantirgich kuch hisoblanadi. Ya'ni insonlar faqat o'zininki moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish uchun harakat qilgan vaqtida bu xil harakatlantirish kuch eng kuchli bo'ladi va uning unumi eng yaxshi bo'ladi. İnsanlarni harakatlantirishdagi eng muhim omil men yuqori deb o'tgandagidek insonlarning ehtiyoji bo'lib, insonlarni qo'zg'atish va harakatga keltirish uchun qo'llangan har xil usullarning ko'pinchisi insonlarning ehtiyojini markaz qilgan. Agar biz tarixda xalqqa yetakchilik qilgan yoki inqilob qilib muvaffaqiyat qozongan insonlar qo'llangan usullarga qaraydigan bo'lsak, ularning ko'pinchisi kelgusida barpo qilmoqchi bo'lgan tuzilma, sistema yoki nishonni xalqning manfaati va ehtiyoji bilan zich bog'lagan yoki kam deganda o'z maqsadiga yetish uchun xalqqa go'zal va'dalarni berib, xalqni oldigan. Xalqqa xuddi xalqning manfaati uchun terishayotgan va yoki kurash qilayotgan tuyg'uni bergan. Bu ularning keng xalq ommasining qo'llashiga erishishning asosi. Shuni bilishimiz kerakki, insonlarning ehtiyoji insonlarni harakatga keltiradigan eng muhim omildir. Bugungi bu insonlarning ehtiyoji va insonlarning harakatlantirish kuchi degan qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.